Assalomu alaykum, pichoq ishqi bozori yangi pichoqlarimiz obzori bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi pichoqimiz material nержавейка dastasi Buxoro bug'usuni shoxidan kompozit qilib ishlangan tekstolit bilan gulband duralumin, nakонечник ham duralumin. Narxiga kelsak, narxi 600 ming so'm. Kelishtirib beriladi. G'ilofi ham naturalniy ko'jadan. Жесткий свободный подвес. Keyingi pichoqimiz. Bu ham material nержавейка dastasi Buxoro bug'usining shoxidan gulbandi duralumin tekstolit bilan kompozit qilib ishlangan. G'ilofi ikki tomonlama osiladi. Narxi 300 ming so'm. Keyingi pichoqimiz finskiy, noj finskiy, ya'ni finskiy pichoq. Dastasi tekstolit, gulbandi duralumin, mis, laton kompozit qilib ishlangan material nержавейка. Narxi 520 ming so'm. Kelishtirib beriladi. G'ilofi ham naturalniy koja. Keyingi pichoqimiz. Material nержавейка dastasi amerikanskiy orix tekstolit bilan kompozit qilib ishlangan gulbandi duralumin. Narxi 500 ming so'm. Keyingi pichoqimiz. Material mix pila amerikanskiy orix dastasi gulbandi duralumin. Mis bilan kompozit qilib ishlangan. Narxi 480 ming so'm. Bu ham kelishtiriladi. Keyingi pichoqimiz akyuka material nержавейка dastasi amerikanskiy orix tekstolit bilan kompozit qilib ishlangan gulbandi duralumin. Keyingi pichoqimiz. Bu ham belga taqishga mo'ljallangan kichkina ixcham pichoq. Dastasi черный orix tekstolit bilan kompozit qilib ishlangan material nержавейка. Narxi 350 ming so'm. Xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Hammasi narxi kelishtirib beriladi.